Assalomu alaykum Ko'ksaroy savdo majmuasi obunachilari, bruslar, nolovka taxtalar hamda shipper reykalar kerakmidi? Sizlarga videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaringiz, Sardor akam bilan to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Sardor aka, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Siz Ahmedjon, bizga yangi mahsulotlarimiz bo'yicha bir ma'lumot bersiz aka. Yangi mahsulotlarimiz bor, reykalarimiz bor Ahmedjon. Xo'p. 5 ga 35 lik, uzuni o'lchami 6 metrlik, 100% sasna. Ahmedjon, eslaysiz o'tgan safar ham aytgan, aka bizlar atrofimizdan farqimiz nimada deganingizni aytganman. Bizda ikki qator sifatga e'tibor beramiz. Buning ichida sinag'ich kaltasi bo'lmaydi Ahmedjon. Bular narxlari 7,5 ming so'mdan qilib beryapmiz. 7,5 ming so'm. 100% sasna bo'ladi. Keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra 210 ming tepasida bo'lib qoluvdi. Xo'p, hozirdan evre'ni 210 ming so'mdan qo'yib yubordik. 210 ming so'm. 210 ming so'mdan 85 ga 14, uzuni 4 metrli. Bu ham shundan, a? Xuddi mana shundan. Kimga qancha zarurat bo'lsa, xohlasa yilda, xohlasa vagonda ahamiyati yo'q. Qilib beraveramiz. Sortiga ham, sifatiga ham shunaqa e'tibor beramiz. Ahmedjon biz. Endi Sardor bey aka bitta narsa. Mana shuni necha puldan oshiq xarid qilishsa, dastavkasini Farg'ona ichi bepul qilib beramiz. Qarang. Xohlang buni 20 millionga olasiz. O'zini. Xohlang tovarlarni aylantirib yurib olib 20 millionga olsa, xarid olamiz. Dastavka bizdan. 20 milliondan oshirishsa, dastavkasi Farg'ona ichi qilib beradi. Mana sizning muxlislaringiz 15 milliondan ham oshirsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa mana 15 milliondan oshirsa ham biz dastavkasini qilib beramiz. Inshaalloh. Xudo xolasa. Mahmudjon, internetda rosa mashhur bo'lgan reykamiz. 85 ga 3,5 ga 6 lik, uzuni 6 metrli. Shu reykamizdan juda kommentariyada ko'pchilik yozyapti, yaxshi reyka ekan. Olganlar yaxshi ijobiy fikr aytyapti. 8,5 ming so'mdan qo'yib yuborganmiz, Xudo xolasa. Haligida ko'z tushgan bo'lsa, akalik hunarmand bola qaysi taxtadan oldi deyatuvdingiz. Mana shu taxtadan oldi. 32 ga 9 lik, uzuni 6 metrli. Quruq, 100% sasna 80 ming so'mdan qilib berdik. 80 ming so'm. Bu ham ancha ko'p turardi, akalar o tevalar bilan. Yengilladi. Xudoga shukr, sekin-sekin ketyapti. Mahmudjon. Xo'p, qalini 4 mini savoy. Bag'i 11 mini savoy, uzuni 4 metrli. Xo'p, 66 ming so'mdan qo'yib yuborganmiz. Aka, endi bitta savol, baribir oz odamlarda bo'lar, mana shu qorayganini nimagadir ziyoni yoki yo'q, nabarat o'zi aslini olsangiz, hunarmand odam tushunadi buni. Ko'proq buni o'zi asl foydasi bor. Haligi teshib boruvchi qurtlar bo'ladi, kapalaklar bo'ladi. Taxtani teshadi. Shu narsa zahar. Shuni teshalmaydi. O'zi asli olayotgan odamga shu plus joyi o'zi asli. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Misol laga qo'yib ishlatgan taqdirda ham bu narsani hali teshadigan nimalar chiqmaydi, hali har xil hasharotlar teshalmaydi uni. Bu oluvchi odamga foyda o'zi asli. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mahmudjon, mana bu taxtani ham ko'rdingiz. Ko'prog'ida mana ancha yengillab qoldi. Qalin 32, eni 11 lik, uzuni 4 metrli. 57 ming so'mdan qilib berganmiz ulgurchiga. Xudo xolasa 100% sasna. 100% sasna. Ahmedjon, qaymoq taxtamiz. Nolovka taxta. 44 ga 17, uzuni 4 metrli. Hop, 175 ming so'm chiqyapti hozirgi kunga. G'oyatda chiroyli, yaxshi hunarmand akalarimiz olib ketishyapti. Xursand, Xudo xolasa. Inshaalloh. Mana uni ham bitta olsiz. Bu pardoz bo'lmagan holati Mahmudjon bu. Svejiy holat. 44 ga 14 lik, uzuni 4 metrli. Hop. Bu 145 ming chiqyapti shekilli. 145 ming. 145 ming. Hayotda xuddi o'shani 10 ligi ham bor Mahmudjon. Qalini 44, eni 10 lik, uzuni 4 metrli. Bu ham o'sha nolovka taxtalarimiz. Bularni Mahmudjon 107 ming so'mdan qilib beryapmiz. 107 ming so'mdan. 107 ming so'm. Bunisi bu ham 17 lik nolovka. Buni ham o'sha 175 ming so'm chiqadi. Xudo xolasa holatiga ideal. Xudo xolasa hunarmand akalarimiz rosa qilib ishlatishadi. Xudo xolasa akalar, bundan tashqari Ko'ksaroy savdo majmuasida strapilalar, pol taxtalar, chorniy reykalar, barcha taxta mahsulotlari bor. Narxlari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlar, Sardor akam nomerlari, bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Manzilni ham o'zlari tushuntirib beradilar. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.